Keşiringlar vatandaşlar, bunu qayda qo'yishni bilmaydi ekanman qo'tola. Shiltib qo'yishni bilmay o'tir. Bugungi islaga hurmatli vatandaş. 2023 yıl 8. ayının 3. günü haftaga payshanba. Endilikda sizlarga so'zlaydigan so'zimiz qisqa xabarlar. Bunun da bir işkenildi sözlep birişim kerak edi, lekin hozir sizlarga leksiya so'zlashdan avval torbetida yangi mavzular paydo bo'lib qoldi. Bu mavzular intayin keskin o'tirib ketdi vatandoshim. Shunga mushular to'g'risida sizlarga bir ish qog'oz leksiya yoki mushu xabarni sizlarga yetkazmoqchi bo'ldim. Birinchi mundaq. Amerika ovozi radio film ishlash programmasi Cungo'da 200 milyon payçek bazırdan çekindi. Cungo'nun işençi gümran boldu. 8. ayının 3. günü Amerika avazı film işleş programısı YouTube'da ilan kılındı. Yani bir Amerika Qo'shma Shtatlari sobiq Avam Palata başlig'i Nancy Pelosi bayonot e'lon qilib, Tayvanni tarixiy xarakterlik ziyorat qilganlik 1 yil to'lganligini xotirladi. Mavzuli xabar 8. ayning 3. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Tayvan o'zini, ya shu xabarning ichidagi gaplar, Tayvan o'zini va erkinlikni qo'g'dayotgan bu paytlarda Amerika Tayvan bilan bir safda turadi. Amerika'nın erkinlik ve kişilik hukuk haberge va'disi Tayvan ve bütün dünyada kudretliktir. Yani bir haber vatandaş. Cungo'nun seyrek topunu eksport qilishig'i duch kelganda yoki cheklishiga duch kelganda Amerika Tashqi Mongoliya bilan seyrek to'pi kollarni echish hamkorlik kelishimini imzoladi. Demek ki Cungo'nun seyrek topunu eksport qilish g'arb dunyosi bo'libmi Amerikaga eksport qilishni cheklagan mushu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari Mongoliya bilan to'xtam kelishim imzolab, Mongoliyada kan echish, ya'ni seyrek to'pa kollarni echish kelishimi imzoladi. Bundan qanday bo'ldi? Cungo'ni cheklash siyosiy bekor qilindi. O'ziga dili bekor qildi. Roli yo'q, bir kelishim yo'q, roli yo'q, bir cheklashga aylandi vatanda. Sen seyrek to'pani g'arb dunyosi, Yaponiya, Amerika chiqamisan, biz mana yerdan topamiz. Yana bir xabar. O't kuchini markazlashtirib, Rossiya Qora dengiz harbiy parxodlari bazasiga hujum qilish. Ukraina armiyasi Ukrainaning janubida ko'vriklarga temir yo'l va Rossiyaning o'q nura skladlariga hujum qilish va bularni nishon qilish. Ukraina armiyasi halqalıq paytlar 8. ayının 3. günü YouTube. Demek başta aytganimizdek ve bunu da aytganda hamda hozir Ukraina armiyasining qaytarma hujumi hozir shiddatli bir davrga kirib kelyapti nima vatandosh boshnim deydi. 8. ayının 24. günü Ukraina armiyasining Moskvani bombardimon qilganini oshkora e'lon qildi degan gap. Bu acayip gap, yani urush, acayip gap to'la bo'ladi urushda. Ana bu yerda Moskvani bombardimon qilish degan gapning o'zi bu boshqa bir gap vatandosh. Mana shuning munosabatli qolganda Ukraina armiyasining janubda nima qildiganligi Ukrainaning temir yo'l, ko'vrik, aslahalar, harbiy bazalar Rossiyaning hujum qilish. Yani bir xabar. Wang Yi embargoni bekor qilishni talab qildi. Cungo'ning navbatdagi diplomatiya ministri Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlarining Cungo'ga qaratgan embargo siyosatini bekor qilishni talab qildi. Bunga diqqat vatandosh.
Amerikanın Cungo qaratgan embargo siyasi nimaga bog'liq? Hammasi Uyg'ur qirg'inchiligiga bog'liq vatandaş. Mayli sen saqchi ministerligi bo'lgin, mayli sen Cungo'ning qaysi bir şirkati bo'lgin, mayli chet ellarda bozorga chiqqan Cungo şirkatlar bo'lsin, mayli bozorga chiqolmagan Cungo'ning ichki qismida shirkatlar bo'lsin, hammasi Uyg'ur amgikiga, Uyg'urning majburiy amgiki va Uyg'ur qirg'inchiligi munosabatli bo'ladi ekan. Shuning ichida bir qanchani hozirgi tanlab Amerika Qo'shma Shtatlari embargo qildi. Wang Yi nimishqa mushu kunda sen buni talab qiladigan bo'lib qolding, masalan, embargo siyosatini bekor qil degan gapni. YouTube 8-oyning 3-kuni. Endilikdagi Davlat Majlisining Tayvanni qo'llash qonun loyihasi. Yani bir xabar. Amerika Tayvan 21-asr savdo tashabbusi tunji qatam tasdiqlash kelishimini ijro qilish qonuni. Mana buni Davlat Majlisi tunugungi qonun, bugungi bu qonun, anda bayalik Uyg'urlarga munosabat, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik munosabatlik embargoni bekor qilishga qarshi turish to'g'risida Cumhuriyetçiler Partisi mensupları Devlet Meclisi'nin a'zolarining yuqorqi qonun loyihasi hozir 2 kun ichida 3 qonun, 3 parcha qonun loyihasi yetib keldi Amerika Devlet Meclisi'den. Endi mana buni qarab turing, buni aytsangiz ko'r. Devlet Meclisi'nin Tayvanni qo'llash qonun loyihasi Amerika Tayvan 21-asr savdo tashabbusi tunji qatam tasdiqlash kelishimini ijro qilish qonuni. Prezident Joe Biden'ın imza qo'yishini ishxonasiga yo'llandi. Va tayyorlik gapgan bu vatandaş. Mavzuli xabar 8-oyning 3-kuni Amerika ovozdan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Başta aytdik, mana hozir yana kelgani bir o'qib kechiring buning uchun meni. Ukraina prezidenti Zelenskiy oshkora e'lon qildi. 8-oyning 24-kuni Moskvani bombardimon qilamiz. Mavzuli xabar 3-oyning, mavzuli xabar 8-oyning 3-kuni Vanbet orbitida e'lon qilindi. Yani bir xabar qattiq diqqat qo'zg'adi. Hozirlik keldi juma bu xabar. Vaziyat intayin nozuk. Amerika Cungo tuyuqsizla organlar diplomatiyasini aylanib o'tib ketdi. Mesela diplomatlar bilen harbiy odamlar bilan so'zlashadigan bu qoidalarni aylanib o'tib ketdik. Cungo tuyuqsizli organlar diplomatiyasini aylanib o'tib ketdi. Mavzuli xabar 8-oyning 3-kuni yangi tongliklar orbitida e'lon qilindi. Beijingda guldirmamo yetib kelamdi. Yani bir xabar. Xi Jinpingning so'zlarida g'ayri alomatlar ko'rildi. Mavzuli xabar 8-oyning 2-kuni Vanbet orbitida e'lon qilindi. Xabarning 5-da mundaq deyildi. 8-oyning 1-kuni Cungo Kompartiyasi Harbiy ishlar komiteti armiya ichida partiya qurilishini kuchaytirish to'g'risida fikr e'lon qildi. 10 kun ichida Rais Xi Jinping 3 qatam armiya ichida chiriklish qarshi turish to'g'risida leksiya so'zladi. 8-oyning 1-kuni Cungo Xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 96 yilligi vatandaş. Şununla yakınlaşkan 10 gün içinde çiriklikle karıştırış doğrusunu sözlepti Rais Xi Jinping. Onun deyken hazır, alaka vaziyet intayin nazik degen narsa bir narsaga dikkat kılan. Yangtao Cungo'nun diplomati mehman kütüş mahkemesining başlığı Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligida yordamchi Davlat Mudofaa Ministri Reitner Apandi bilan Cungo Amerika harbiy ishlar sohasida aloqa munosabatda bo'lishni muhokama qildi deydi. O'tganda Kissinger Beijingni ziyorat qilganda Li Shangfu Davlat Mudofaa Ministri bilan 2 qatim ko'rishdi. Endi hozir Davlat Mudofaa Ministerligida Amerika Qo'shma Shtatlarida Yangtao'ning Davlat Mudofaa Ministri, yordamchi ministri Reitner bilan ko'rishganligi vatandaş Yangtao asli diplomat odam, harbiy odam emas. Mana bu yerdagi ish siz bizdan
Dikkatimizin tatili. Tüvendi sözleyli.